Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, demak, bitta yangi papka ochib olamiz har doimgidek. 5-dars deb. Xo'p, papka ochib olib, ichidan .html. Mana bu yerda o'tgan safar kimdir xato qildi, mana va to'g'ri bo'lishi kerak, xuddi shunaqa bo'ladi. Biz har doim title'ni o'zgartiramiz. Erinmasdan har dars o'zgartirib qo'yiladi. Maylimi? Keyin mana bu body'ni ichiga hamma narsani shu yerga yozamiz. Mana uni bitta tab tashab, ichkaridan iloji boricha ichkaridan tartib bilan yozinglar. Agar tartib bilan yozmasanglar ham browser o'zi o'qib oladi, lekin bizga buni tartib bilan bo'lgani ma'qul. Xo'p, demak, bu safar ro'yxatlar bilan ishlaymiz. Birinchi ishlaydiganimiz UL. Xo'p. UL ning ichida bizda list itemslar bo'ladi. List itemslarga biz misol uchun ro'yxatda nimalar qilsak, misol uchun bozor uchun ro'yxatlari bo'ladi-ku. Misol uchun nima deb yozamiz? Olma. Misol uchun yana nima qilsak bo'ladi? Nok. Yanacha. Misol uchun mana shunaqa qilib ro'yxat qilib chiqsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda ro'yxatda tartib bilan qarasanglar, mana bu UL ning ichida bo'lgan list itemslar mana bu yoziladigani o'rtasida bo'ladi bizda teglarni. Mana uni oldin aytganman sizlarga, teglar ikki xil bo'ladi. Ochiluvchi va yopiluvchi yoki o'z-o'zini yopadigan. Misol uchun BR kabi teglar. O'z-o'zini yopayotgan teglarda nima uchun mana bu slash belgisi yo'q desanglar, bu HTML 5 versiyada ishlayapmiz deganman-ku. Bunda oldingi versiyalarda qo'yish majburiy bo'lgan, bizdagilarda qo'ysa ham xato emas, qo'ymasa ham xato emas. Tushunadi-ya? Xo'p. Endi bu qanaqa ro'yxat? Misol uchun P-ga bozorlik deb ikkita nuqta qo'yib qo'yaylik-a. Xo'p. Mana browserda ko'radigan bo'lsak, mana bozorlik ikkita nuqta bu P tegdi ichida yozildi va UL mana bizga tartiblanmagan bitta ro'yxat tuzib berdi. Tushunarli-ya? Xo'p, endi bizda xuddi shunaqa yana bitta ro'yxat bor. U xo'sh UL emas, OLI hisoblanadi. Buning ichida ham xuddi shunaqa list itemslarimiz bor. Xo'p, mislar vaqtlaringni olmaslik uchun bundan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib qo'yaman. Bu ham xuddi shunaqa list itemslar bo'ladi, faqat fayl ichida. Xo'p, bitta qator tashlab bozorlikka ham nima qilamiz? O'tkazib qo'yamiz. Bitta yangilab olsak, mana bozorliklar ikkita ro'yxat, bunda faqat 1 dan 4 gacha mana raqamlar ketadi. Keyin qolgan CSSda ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 1 dan 4 gacha raqamda emas, rim raqamlari yoki alfavit bo'yicha ABC qilib tartiblab chiqishimiz ham mumkin. Uni keyinroq ko'ramiz. Xo'p. Buni yo'qotish iloji yo'q. Endi xo'sh, bundan tashqari biz o'tgan safar sizlarga bitta tek qolib ketgan ko'rsatmaganimdan uni davom ettiramiz. Demak, bizda mana shunaqangi xo'sh matn bo'ladigan bo'lsa, saytlarda birinchi joyda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Misol uchun davomini o'qish uchun bu yerga bosing degan joyi bo'ladi. O'sha yerda bizda link bo'ladi, ya'ni anchor tagi bo'ladi. Anchor tagiga keladigan bo'lsak, bu A href tagi bo'ladi. Endi mana bu A tagida bizda bu yerda shu paytgacha sizlarga o'tmagan bitta narsa bilan tanishamiz. Bu atribut hisoblanadi. Demak, bizda tagni tushuntirganman. A tagi mana ochiluvchi yoki yo'q bo'luvchisi. Ochiluvchining ichiga, mana ichki qismiga bitta probel tashlanadi va bu yerdan atributlar yozib ketishimiz mumkin.
Bunaqangi atributlar ko'p. Misol uchun rang berishimiz mumkin. Mana matnlar shu razmerda qolmaydi. Bularni kattalashtirishimiz yoki aksincha bundan kichiklashtirishimiz mumkin. O'shalar hammasi mana bu yerga atribut sifatida beriladi. Hozir ATGga misol uchun href beradigan bo'lsak, bu yerga hop https deb yozadigan bo'lsak, hop bu yerga nima yozsak bo'ladi? Misol uchun mana bu yerda urug'li manzil joylashgan, to'g'rimi? O'sha urug'li manzilni shart olaman degan, o'chirib turaylik. O'shani o'rniga o'tkazib qo'yaman. Ya'ni bu yerda hop shunchaki qo'shib nomni yozib qo'ysak, endi bu yerda yangilab ko'ramiz. Nima o'zgarish bo'ldi? Mana bu yerda ko'rsanglar, mana uzun matnning tagidan bizda anchor tagimiz chiqdi yangi. Ya'ni tagiga chiziq berdi va rangi ko'k rangda turibdi. Buni ustiga sichqonchani olib borsak, mana pastki qismda mana bu qarayapsizlarmi? O'sha yerda bizga qayerga olib ketishi, ya'ni qaysi manzilga olib ketishi ko'rinyapti. Buni bosadigan bo'lsak, mana sirasi havola yangilanib ketadi. Buni orqaga qaytib olaman. Xo'p, endi shu yerda bitta narsani aytishim mumkin. Bizda brauzerda bu yerga bosganda linklar odatda qayerda bo'ladi? Belgilab turamiz. Biror bir matnning o'rtasida bo'ladi. Misol uchun mana bu yerga qo'ydik. Yangilaveramiz. Ko'proq mana shunaqa matnlarning o'rtasida havola bo'ladi. Yana havolada shunaqangi narsa bor. Mana atributga qaranglar mana. A kelgan ochilgan shu yerda, to'g'rimi? Ochilgandan keyin mana qo'shnoq bilan yopilyapti atribut. Men hozir bitta joy tashlayman degan, keyingi atributni yozaman. Target. Target atributi bor. Bu nima qiladiki, blank beradigan bo'lsak, hozir mana bu yangilab yuboramiz. Xo'sh, endi bu yerdan boyagi linkni qaytadan ustiga bosamiz. Qaytadan ustiga bosganimizda nima o'zgarish bo'ldi oldingiga nisbatan? Mana bu yerda darsimiz xo'p, meni o'zim sahifam qoldi bu yerda. Bu sahifamga tegmagan holatda bu yoqdan yangitdan list ochdi. Ko'rdinglarmi? Boya mana bu video orqaga qaytarib ko'rib olasizlar. Target yo'q vaqtida esa mana bu bizning sahifamiz o'chib ketdi degan joyga yangi xo'sh YouTube'ga kirib yangi list ochildi. Demak, hozircha bu qismi tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Xo'p, agar savol yo'q bo'ladigan bo'lsa, menda bor. Menga hozir xuddi mana shunaqangi ro'yxat shakllantirib berasizlar. Birinchi ro'yxat bu tartibda, ikkinchi ro'yxat bilan orasida esa bitta liniya chiziq bo'ladi. Keyin ko'proq o'qish uchun bu yerga bosing degan mana bu qismi ham bo'lishi kerak. Hammaga tushunarlimi?